Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun 2025-yil 19-noyabr chislo sanasi. Chiroshka YouTube kanalimizga telefon nomerlarimizni qo'yganmiz. Shu chiroshka bo'layaptimi, davom etyapsizlarmi deb telefon qilib so'rashyapti. Shungacha video qilib ishlab qo'yaylik deb videoga olgan joyimiz edi. Mana fasad ishimiz bu yerda 300 kvadratdan oshiqroq joy bor. Xudo xolasa mana ishlarimiz davom etyapti. Bu gruntовка holati. Xudo xolasa hali to'xtalgan yo'q. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Gruntовкаlarimiz davom etyapti mana. Hozircha ustamizdan tushuntirish nimalarini olib borib, so'rab, bir ikkita savollarni berib so'raymiz, xudo xolasa. Ichkarilar, bog'lar ablisovka g'ish bosilgan ekan. Bu yoqda so'kili va bog'larning fasadi bo'lyapti. Ustaga ikki og'iz savolimiz bor edi. Muxlislarimizga hozir YouTube kanallaridan telefon qilib nomerlaringizga savol berishyapti. Mana noyabr oyida ham ishlaring davom etyaptimi deb. Olyapsizlarmi, charchamay bo'lyaptimi? Rahmat. Faqat noyabr. Kerak bo'lsa, agar havo shunaqa bo'lib tursa, xudo xolasa yanvar oyida ham xuddi mana shu ish ketaveradi. Dekabr, yanvar oylari. Xudo xolasa. Mana ishlarimiz. Bular gruntовка holatlari tayyor bo'lgan ekan. Bog'lar mana fasad, ponni, tepa past bo'ladi, patolog ko'chur. Inshaalloh xudo xolasa bitsa, bu ishlarimizni ham pardozlarini olib, chiroyli holatda xudo xolasa bitiramiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Telefon nomerlarini ustagalarimizni yozib qoldiramiz.